Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntiraman. 2026 yilda pensiya pulida nima o'zgardi? Nega ayrim odamlarga minglab so'm qo'shildi? Ayrimlarga esa atigi tiyin darajasida oshdi. Ba'zilarda esa pensiyam kamayib qoldi degan holat paydo bo'ldi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqish arafasida turganlarga, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlarga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga bevosita tegishli. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki e'tiborsizlik oyma-oy pulingizdan ayrilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, ish staji, hujjat va davlat to'lovlari bo'yicha eng zarur ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiya qonun bo'yicha shunchaki kamayib ketishi kerak emas. Agar odamning huquqi, ish staji, hisoblangan o'rtacha ish haqi va qo'shimchalari o'zgarmagan bo'lsa, odatda asosiy pensiya miqdori birdan tushib qolmaydi. Lekin amalda odam bank kartasiga tushgan pulni ko'radi va kecha 1.300.000 olardim. Bugun 20 million bitta ming tushibdi. Demak pensiyam kamaydi deydi. Mana shu yerda asosiy farq bor. Hisoblangan pensiya boshqa, qo'lga yoki kartaga tushgan pul boshqa bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik faqat bitta raqamga qarardi. Menga qancha tushdi? Endi esa 2026 yilga kelib elektron hisob kitoblar, ma'lumotlar bazasidagi tekshiruvlar, ortiqcha to'lovlarni qaytarish, qo'shimcha to'lovlar shartlarining qayta ko'rib chiqilishi, bank yoki ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar sababli har bir pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi shart bo'lib qoldi. Men doim aytaman, pensiyangizni faqat umumiy summa sifatida ko'rmang, uni qismlarga ajrating. Asosiy pensiya qancha? Ustama bormi? Kompensatsiya bormi? Boquvchisini yo'qotganlik ulushi bormi? Nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha bormi? Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov ushlab qolinyaptimi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, odam menga kam berdi deb o'ylaydi, lekin sababni isbotlay olmaydi. Avvallari ko'p pensioner pensiya tayinlangan yillar davomida deyarli bir xil tartibda pul olib yurardi. Oshirilsa, hamma falon foiz oshdi deb eshitardi va shunga qarab kutardi. Masalan, odam o'ylaydi, pensiyalar oshsa mening pensiyam ham to'liq shu foizga oshishi kerak. Lekin amaliyotda har doim bunday emas. Chunki oshirish bazaviy miqdorga, eng kam pensiyaga, ustamalarga yoki ayrim toifalarga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Hozirgi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shundaki, pensiya miqdori faqat yoshga qarab emas, hujjatlar bazasiga qarab ham tekshirilmoqda. Ish staji elektron bazada to'g'ri ko'rinmasa, arxiv ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, ish haqi ma'lumoti tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Ayrim odamlar men 35 yil ishlaganman deydi, lekin bazada 28 yil ko'rinadi. Yana kimdir men zavodda yaxshi maosh olganman deydi. Lekin ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa yoki noto'g'ri davr olingan bo'lsa, pensiya kutilgandan past chiqadi. 2026 yilda odamlar sezayotgan kimga minglab, kimga tiyin degan holat ham shundan kelib chiqadi. Agar bir pensiyaning pensiyasi tarkibida o'shiriladigan qism katta bo'lsa, unga qo'shiladigan summa sezilarli bo'ladi. Agar boshqa pensioner eng kam darajaga yetkazib beruvchi qo'shimcha bilan pensiya olayotgan bo'lsa, oshirish natijasi boshqacha ko'rinadi. Ya'ni bir odamda batagan 1000 yoki bidavoli 1000 so'm qo'shilishi mumkin. Boshqasida esa hisob kitobdan keyin 5000, 20000, hatto bir necha yuz so'm farq bo'lib qolishi mumkin. Endi men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Ali ota gardan yil ishlagan, ish haqi ham yaxshi bo'lgan, pensiyasi 2.400.000 so'm. Pensiya oshirish mexanizmi uning asosiy hisoblangan pensiyasiga ta'sir qildi deylik. Agar unga 5% atrofida oshish to'g'ri kelsa, qo'shimcha 20.000 so'm bo'lishi mumkin. Ali ota kartasiga oldingidan ancha ko'proq tushganini ko'radi va ha, oshibdi deydi. Ikkinchi misol, Zaynab opa 1.2 so'm atrofida pensiya oladi. Lekin uning pensiyasi tarkibida eng kam miqdorga yetkazib beruvchi qo'shimcha bor. Endi oshirish bo'lganda uning asosiy pensiyasi biroz oshadi, lekin qo'shimcha qismi kamayishi mumkin. Natijada umumiy qo'lga tegadigan summa juda kam o'zgaradi. Opa hammaniki oshdi. Menga nega 7000 so'm qo'shildi deb ranjiydi. Bu yerda muammo shundaki, oshgan qism bilan kamaygan to'ldiruvchi qism bir-birini qisman yopib yuborgan bo'ladi. Uchinchi misol, Rustam aka pensiya oladi, lekin oldin unga noto'g'ri ravishda ortiqcha to'lov qilingan bo'lishi mumkin. Masalan,
Bir hujjat kech kiritilgan, qo'shimcha muddat tugagan, nogironlik bo'yicha ma'lumot yangilanmagan yoki boshqa nafaqa bilan kesishgan holat aniqlangan. Shunda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ ortiqcha to'langan summani oy ushlab qolishni boshlaydi. Rustam aka hisoblangan pensiyasi 20 million 600 ming bo'lsa ham, kartaga 20 million 400 ming tushadi. U pensiyam 200 mingga kamaydi dedi. Aslida hisoblangan pensiya kamaymagan bo'lishi mumkin, faqat ushlab qolish bor. 4-misol. Dilbar opa bankdan kredit olgan, pensiya kartasi orqali to'lov qiladi. Pensiya oshgan bo'lsa ham. Bank qarzdorlik avtomatik yechib olish yoki kredit to'lovi sabab kartaga tushgan pulning bir qismini darhol olib qo'yadi. Opa telefoniga kelgan SMSda faqat qolgan summani ko'radi va pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Bunday holatda pensiya bo'limidan oldin bankdan ko'chirma olish kerak. Chunki davlat to'lovi to'liq tushgan, ammo keyin bank yechimi bo'lgan bo'lishi mumkin. 5-misol, boquvchisini yo'qotgan oila 2 farzand uchun to'lov olgan. Farzandlardan biri 18 yoshga to'ldi yoki o'qish shakli bo'yicha hujjat vaqtida topshirilmadi. Shunda to'lov tarkibi o'zgaradi. Oila nega nafaqa kamaydi deydi. Sabab yosh. O'qish ma'lumotnomasi yoki huquq muddati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda hujjat topshirilsa, ayrim hollarda qayta tiklash imkoniyati bo'ladi. Lekin vaqtida murojaat qilish juda muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi birdan 50 ming, 100 ming, 200 ming so'm yoki undan ko'pga kamayganlar. Ikkinchidan, oldin ustama olgan, masalan, nogironlik parvarish, alohida xizmat, urush yoki mehnat faxriy toifasi, zararli ish sharoiti, uzoq yillik staj bo'yicha qo'shimchasi bo'lganlar. Uchinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqan va hujjatlari to'liq tekshirilmaganlar. To'rtinchidan, ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Chunki ish haqi, soliq, ijtimoiy to'lov va pensiya hisobidagi ma'lumotlar o'zaro solishtirilishi mumkin. Beshinchidan, boshqa davlatdan sta olib kelganlar yoki sobiq korxonasi yopilib ketganlar, chunki arxiv masalasi ko'p xato keltirib chiqaradi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushgan bo'lsa, bir necha ming so'mlik farq bank xizmat haqi, karta operatsiyasi, yaxlitlash yoki avvalgi oy bilan kunlar farqi sabab bo'lishi mumkin. Lekin baribir men bunday deyapman. Hatto xavotir bo'lmasa ham, yiliga kamida bir marta pensiya hisobingizni tekshirtiring. Chunki xato bor yo'qligi ko'pincha odam o'zi so'ramaguncha ko'rinmaydi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, davlat pensiyani oshirdi. Demak, hammaga bir xil qo'shiladi degan fikr. Yo'q, hammaga bir xil summa qo'shilishi shart emas. Pensiya miqdori har bir odamning staji, ish haqi, pensiya turi ustamalari. Eng kam kafolatlangan miqdor bilan bog'liq. Shu sababli qo'shilgan pulni qo'shningiz bilan solishtirish har doim ham to'g'ri emas. Sizning qo'shningiz bir 6 ming ko'proq olgan bo'lsa, bu sizga ham shuncha qo'shilish kerak degani emas. Lekin farq juda katta bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Ikkinchi tuzoq, SMSda kam summa keldi, demak pensiya kamaydi. SMS bankdagi harakatni ko'rsatadi, pensiya hisobini emas. Sizga 1 million 800 ming hisoblangan. Lekin 30 ming kreditga ketgan bo'lishi mumkin. Yoki aliment, ijro qarori, kommunal qarzdorlik, sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam har doim bank ko'chirmasi. Ikkinchi qadam pensiya bo'limidan hisob varaqasi. Uchinchi tuzoq, hujjatdagi bitta harf xatosi. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, tashkilot nomi, mehnat daftarchasidagi muhr, buyruq raqami xato bo'lsa, stajdan olinmasligi yoki vaqtincha hisobga olinmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 6 yil ishlagan davrini isbotlay olmaydi. Chunki korxona nomi o'zgargan, arxiv boshqa tumanga topshirilgan. Mehnat daftarchasidagi yozuvda sana to'liq emas. Natijada pensiya kamayib chiqadi yoki kutilgan qo'shimcha qo'shilmaydi. 4-nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasi. Pensiya hisobida faqat staj emas, qaysi davrdagi ish haqi olingani ham muhim. Ayrim odamlar eng yuqori maosh olgan yillarini kiritmagan bo'ladi. Masalan, 1990-yillarda yoki 2000-yillarda yaxshi maosh olgan, lekin hujjat taqdim qilmagan. Tizimda esa boshqa pastroq davr olingan. Buning natijasida pensiya miqdori sezilarli past bo'lishi mumkin. Agar siz men ko'proq olishim kerak edi deb o'ylasangiz, faqat gap bilan emas, ish haqi ma'lumotnomasi bilan boring. 5-nozik jihat, ustamalarning muddati. Ayrim qo'shimcha to'lovlar doimiy emas, ma'lum shartga bog'liq. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lishi mumkin. Talabalik ma'lumotnomasi har o'quv yili yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Parvarish bo'yicha
holatlar qayta tasdiqlanishi mumkin. Agar muddat tugagan bo'lsa, tizim to'lovni to'xtatadi yoki kamaytiradi. Odam esa hech kim aytmadi deydi. Afsuski, pul to'xtagandan keyin yugurishdan ko'ra muddatlarni oldindan yozib qo'yish foydaliroq. 6-jihat pensiyaga chiqqandan keyin ishlash. Ishlayotgan pensionerlarning ma'lumotlari soliq va bandlik bazalarida ko'rinishi mumkin. Bu pensiya albatta kamayadi degani emas, lekin ayrim to'lov turlari yoki qo'shimchalar mehnat holatiga bog'liq bo'lsa, ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlayotganimni aytmasam ham bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Tizimlar o'zaro bog'langan sari yashirish xavfli bo'lib boradi. Keyin ortiqcha to'lov deb qaytarish talab qilinishi mumkin. 7-jihat. Hududiy farqlar emas, hujjat farqlari. Ko'pchilik bizning tumanda kam berishadi, boshqa tumanda ko'p deydi. Aslida pensiya qoidasi respublika bo'yicha bir xil bo'lishi kerak. Farq odatda hujjat, staj, ish haqi, qo'shimcha toifa. O'z vaqtida murojaat qilish yoki hisobdagi xatodan kelib chiqadi. Agar bir xil staj, bir xil maosh, bir xil holat bo'lsa-yu, pensiya farq qilsa, bu tekshirishga asos bo'ladi. Endi eng muhim qism. Agar pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki juda kam qo'shilgan bo'lsa, nima qilasiz? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oylik bank ko'chirmasini oling. Buni bank ilovasidan, bank filialidan yoki bankomat imkoniyatiga qarab olishingiz mumkin. Ko'chirmada davlatdan qancha tushgani, keyin nima yechilgani ko'rinadi. Agar pul to'liq tushib, keyin kredit yoki boshqa to'lovga ketgan bo'lsa, pensiya bo'limi emas. Bank yoki qarzdorlik masalasini hal qilasiz. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limidan pensiya hisobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz menga umumiy summa ayting demang. Aniq so'rang, asosiy pensiya miqdori qancha? Ish staji necha yil hisobga olingan? Qaysi ish haqi davri olingan? Qanday ustamalar bor? Qanday ushlab qolishlar bor? Qaysi hujjat asosida kamayish yoki to'xtatish bo'lgan? Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon qadar yozma izoh so'rang. 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar: pasport yoki ay-karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, kerak bo'ladigan holatlar, nogironlik bo'yicha TIM-2 yoki tegishli tibbiy huquqiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, talaba farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma. 4-qadam, ariza yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falon sanadan pensiya olaman. 2026 yil falon oyda pensiya miqdorim oldingi oyga nisbatan kamaydi yoki o'sish juda kam bo'ldi. Pensiyamni qayta hisoblash, ish stajim va ish haqi davrlarim to'g'ri inobatga olinganini tekshirish. Ushlab qolishlar asosini yozma ravishda tushuntirishni so'rayman. Mana shunday yozilsa, masala aniq qo'yiladi. 5-qadam, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Qabul qilingan sana, kirim raqami, mas'ul xodim yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Chunki men aytganim degan gap keyin isbot bo'lmaydi. Agar elektron portal orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar pochta orqali yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi kvitantsiyani saqlang. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Javobda faqat hammasi to'g'ri deyilsa, lekin hisob kitob ochib berilmasa, qayta murojaat qilishga haqlisiz. Siz pensiyangiz qanday hisoblanganini tushunishga haqlisiz. Agar staj hisobga olinmagan bo'lsa, qaysi davr va nega olinmaganini so'rang. Agar ish haqi qabul qilinmagan bo'lsa, qaysi ma'lumotnoma yetishmayotganini so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi qaror yoki qaysi asos bilan ushlab qolinayotganini so'rang. 7-qadam, xato topilsa, qayta hisob kitob talab qiling. Masalan, 5 yil staj tushib qolgan bo'lsa, arxiv hujjati topshirasiz. Yuqori ish haqi davri inobatga olinmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasini olib kelasiz. Ustama noto'g'ri to'xtatilgan bo'lsa, tegishli tasdiqlovchi hujjatni topshirasiz. Muhimi, hujjat topshirilgan sanani isbotlab qo'ying. Chunki qayta hisoblash qaysi sanadan qilinishi ko'pincha murojaat va hujjat taqdim etilgan vaqtga bog'liq bo'ladi. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qiling. Bunda avvalgi arizangiz nusxasi, javob xati, bank ko'chirmasi, pensiya hisob ma'lumoti, hujjatlar nusxasi bo'lishi kerak. Shikoyatda meni aldashdi deb yozishdan ko'ra, falon davrdagi stajim hisobga olinmagan, falon hujjat ilova qilindi. Qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb aniq yozing. Aniqlik masalani tezlashtiradi. Men yana bir maslahat beraman, pensiya masalasida
qo'shnining gapi, Telegramdagi mish-mish yoki hammaniki shunday bo'libdi degan gapga ishonib qolmang. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Sizning 30 yillik stajingiz bilan boshqa odamning 30 yillik staji bir xil natija bermasligi mumkin. Chunki ish haqi, imtiyoz, tanaffus, hujjat sifati, ustama va murojaat sanasi farq qiladi. Demak, 2026 yilda pensiya bo'yicha odamlarni qiynayotgan asosiy savol shunday: nega kimdir sezilarli qo'shimcha oldi, kimdir esa juda oz oldi yoki kamaygandek bo'ldi? Javob bitta emas. Sabab pensiya tarkibi eng kam miqdorga yetkazish mexanizmi. Ustamalar, hujjatdagi xatolar, ish staji, ish haqi ma'lumoti, bank yechimlari, kredit, ijro hujjati yoki ortiqcha to'lovni qaytarish bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l avval bank ko'chirmasini oling. Keyin pensiya hisob-kitobni yozma so'rang, hujjatlaringizni tekshiring va zarur bo'lsa qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar sizning pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki juda kam qo'shilgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Oldin qancha olardingiz? Hozir qancha tushdi? Qanday ustama yoki qarzdorlik bor deb o'ylaysiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bilgan odam o'z haqqini himoya qiladi. Bilmagan odam esa ko'pincha o'ziga tegishli pulni ham talab qila olmay qoladi.